9 koyluq lag'man rostili mavjudmi? Bu lag'man nimishqa shunchalar qimmat? Urumchida zodi kimning lag'mini hammadan bek o'xshaydi. Olamdagi ajoyib g'aroyib ishlar qiziqsangiz, menga ergish bilan. Qaysi bir adib o'zining bir she'rida "Men o'lsam jasadimni mentang bilan juyonglar, ingkimni lag'man bilan chetinglar" debdiki. Shu orqali o'zininki lag'manga bo'lgan muhabbatini ifodalabdiki. Demak, bizning xalqimiz lag'manga nihoyat muhabbati cho'nqur, lag'manga nihoyat omroq bir xalq. Masalan, men shaxsan o'zim lag'manga nihoyat omroq turib lag'ma yeyolmasam zodi unmayman. Shikirda oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda tunji qatim lag'ma yeb ko'zlarimdan taramlab yashaqqan hozirmi esimda. Undaqda biz bugun shu Urumchidagi lag'man xallarni bir pandiyan qilib chiqayli. Zodi kimning lag'mini hammadan bek o'xshaydi? Pastda inkas rayonida qoldirib qo'yinglar. Biz oldi bilan tunishtirdigan lag'man shu konsul ko'chasiga joylashgan xos ashkal lag'man degan lag'manxona. Otam har qatim Urumchiga kelsa, birisi shu xos ashkal lag'manning lag'minini, yana birisi shu tilla lag'minini yemay turib ketmaydi. Bu oshxona alohidagi shu ko'chada turib shunda qarsak, oshxona oldida bir lodichon va oldida 4 xonim to'xtamay lag'man ichib turdi. Shu qo'lda ashkal lag'manni bizga chiqib berdi. Shunda payji tetishlik bir uyning huzuri bor. Ham ikkinchi tunishtirganimiz shu tilla lag'mini. Ham tillaning lag'mini bir xil mayliq chiqdi, o'ziga xos o'zgacha bir xil ta'm bor. Cho'pini odatda juarmiyan qilib yoqimiz keski holatda chiqib turdi. Nihoyat sinishlik yaxshi bir lag'man. Undan boshqa men yangi xizmatga chiqqan vaqtlarimda shu g'uljilik og'inlar bilan doim shu taranchininki lag'mini yeyishga amraqdim. Bu taranchininki suyru lag'mini nihoyat payzi, buningki saylari go'shtları nihoyat yaxshi chiqdi. Ustiga bir tal tuxum besib turdi. Buning ichidagi kebablar nihoyat yaxshi. Har haftada chuqum bir kuni men shu taranchininki lag'manxonasiga kirib lag'ma yeydim. Undan boshqa Xoliq ustamning lag'mini, Go'chon lag'mini, uni kaydi hozir yaqinda moda bo'layotgan lapiz lag'man. Shu lag'manlarniki nihoyat danqi bor ekan. Ham anglasam shu Bug'di yo'lidagi Al-Qasrning birinchi qavatiga joylashgan bir oshxonada bir qachisi 299 koyliq lag'man bor ekan. Bu lag'manninki bahosining buncha qimmat bo'lishi, buningki ishlatilgan materiallar nihoyat xillangan materiallarga, go'shtgimi shu nihoyat esil qo'ylarning go'shtini ishlatilgan, ung'imi shu nihoyat bashdan xoli yaxshi unlarni ishlatilgan. Undan boshqa bu oshxonaninki mulozimati ham bezishlari nihoyat payzga, nihoyat bir xil podshohning huzurini surib turib yeyotganmiz. Balki shu sababdan bu oshxonaninki bu lag'mini shuncha qimmat bo'lishi mumkin. Undan boshqa men bir kun shu Tangirtog' bog'ichisiniki udliga joylashgan Yidu kebab degan yerdan bir lag'ma yeb qoldim. Bu kun nihoyat qo'sig'im to'q holatda berib ketgan bu o'ltirishga. Lag'man buyurtgan to'q deb qoldi. Men yemaydim desam unmay chiqib berdi. Shunlar bir cho'k og'zimni bilmay, oqaqidan 2-3 qacha yutib qolib qoldim bu lag'manni. Shundan boshlab doim shu Yidu kebab kelib lag'ma yeydigan bo'lgan. Keyin topolmay qolib qoldim. Yidu kebab ne kuchib ketdi, uqamay qolib qoldim. Bildiganlar bo'lsanlar inkasranga yezib qo'yinglar. Undan boshqa men hozir qadar yeb baqqan eng qimmat lag'man Oqsaroyninki 6-qavatidagi restoranda yeb baqqan. Buningki nihoyat kichik bir qacha chiqitgan, lekin 58 qo'ygan. Lekin ta'mi haqiqatan odamni to'lagan puldan bekarroq rozi qilib o'tadigan nihoyat tetishlik yaxshi lag'manka. Undan boshqa yana men muhojirlar mehmonxonasiniki yanada bir Bo'so lag'manxonasi bor. Bularning lag'manligi men nihoyat amroq. Hamda hozir navbatda Erdambog' lag'man musobaqasi o'tkazib Erdambog'da nihoyat payzi o'xshaydigan tetishlik lag'manlar bor ekan. Men o'xshash shu lag'manga ishtiyoq bog'lagan, lag'manga amroq kishilarniki shu Erdambog'ga berib lag'maniga eg'izlik biqishni umid qilaman. Undan boshqa Kalpinninki chamg'ur lag'mani, Oqsuninki to'g'roqninki suyida etgan Shaha lag'mani, Qashqar lag'mani, Xotan lag'manlarining kimi xil danqi bor. Undaq siz mantiq tilga olmagan yana qanday lag'man xallarni bilsiz, pastda inkas rayonida qoldirib qo'ying. Men ergish bilib yurak berayotgan inkas rayonida ko'rishay.